Siz yuzga, siz kerak yo'q menga hech qanaqa iltimos. Aslida qo'shni yuziga suv oqayotgan ekan. Hech qanaqa qo'shni mo'yilga manikidan oqayotgan yo'q. Ana o'zini davoldidan oqayotdi. Ustalar keldim bugun. O'zini o'yidan toza qivirsin. Ustalar keldim bugun. Ha, tozalab berib qo'yib, shuni olganda qoq berib tozalashni usulda. Mana boya biz kiruvdik, oq bo'lgan ekan. Shuni oling aka, iltimos so'rang aka. Uyda qoq tozalab chiqishni. Bitta shundan o'tib Ustalar keldim bugun yuzga. Nima qilibdi kelsa? Kelib ko'rdimi? Nima qilibdi? Shotdan dedimi? Ha, o'zi ham kelib ko'rdi. Sani nima aloqang bor? Hop, menga borishyapti. Aka, shuni Senga nega boradi? Menga Kimsan? Men uchastkavoyman. Uchastkovoyligingni qilgin bor. Qo'liganlar bilan kurashgin, bezorilar bilan kurashgin, o'g'ri bilan, tusovur bilan. Meni nima aloqang? Menga nima aloqang bor? Murojaat qilib kelyaptilar. Senga kelmaydi. Telefoni ham bor ekan, sonda sotvoy. Nima oldi berding bormi? Yo'q, oldi berdim. Ha, qancha olding sen bundan? Bir sim bo'lganim O'yin ko'rib turibman. pechatlab qo'yuvding, sen shunga sotdingmi? Men Bo'ldi, pechatladim. nima deysan? Men 10 marta telefon qildilar menga, bir haftadan beri men ko'risha olmadim bu odamni. Nimaga buningdan seni sotding? Nimadan? Nima sen sotuvingga telefon qilib chaqiradi? Hamma bo'lishi kerak, hamma bo'lishi kerak. Sen qarshi olamisan bunga? Nima deganingiz u? Nech pul olding deyapman? Nima deganingiz u? Nimaga kelding? Kechirib qo'yasiz, men murojaat bo'yicha keldim. Murojaat qani? Mana og'iz aka murojaati bor. Og'zaki murojaat bilan bunaqa kelmaydi. Bor, sudyadanmi kimdan? Men o'yimga kelishga haqqing yo'q. Bo'ldi, bor. Pastga suv oqyapti. Oqaversin, meni ishim yo'q, o'zini o'ydan to'g'rilasin. Hamma muammo o'zini davolda chegarasida. Men qanaqa to'g'rilagan bo'lsam, men Siz qanaqa to'g'rilagan o'shani tushuntiringiz, ustaga aytamiz, shunaqa to'g'rilab o'sha ustalar kelgan, o'zligi masnaqa yurib iltimos qildi, qo'ymadi, keyin shotdan qivorgan hech kimga boshqa kirmayman dedim, o'zi kesib, o'zi to'g'rilab ketdi. Mana shunga 3 yil. Rekki ustalar u ham 3 yil, 4 yildan beri o'zini o'yini ichidan to'g'rilaydi hammasini. Qanaqa qilib kerak bo'lsa, mana shotdan shunday tekis qilib kesdi. O'chatga ana qildi, o'y ichidan almashtirdi, o'y ichida anaqalarni. Bo'ldi, anaqa qo'ydi. Nima muammo bor? Endi обязательно shu falonchini yetaklab kelib, pistonchini yetaklab kelib menga bu yerda konsert qilmaladi. Men yosh bola emas masalaga. O'zimni huquqimni, o'zimni haqqimni himoya qila olaman. Bo'ldi, masala 75 ni urib qo'yganmiz, 75 hali yetasanlar meni yoshimga yo'qmi, o'zlaring bilsanlar. Bunaqa yursalaring hech narsaga ham yetmaysanlar. Shunaqa bo'lishi mumkin. Boraqa bo'ldimi? O'shani aytamiz biz siz tushundik, bo'ldi. Hozir iloji yo'qda shu yerdan men 30 mingga remont qildirganman. Iloji yo'q bo'lsa ham, bor bo'lsa ham boshqa hech kim kirmaydi u yoqqa. Bo'ldi. Olib kel, prokuroringni olib kelasanmi, sudyani olib kelasan, qog'oz yozib bersin, men kirgizaman. Xuddi shunaqa qilib berishadi sizga muammo. Kerak yo'q menga, ko'rdim, xuddi shunaqa qilib berganlarni. Kerak yo'q. Men ham shunaqa dedim, kirgizmadi. Na bu tepada qo'shni, na pastki hech qanaqa anaqalarni. Ha, xo'p, nima qilay endi? Har bitta doktor bunaqa degani, Noda qarang, bunaqa degani qarang. Sizga to'kkan vaqt men bo'lmaganman. Mana saxirimni ham oshirib oldilaring. Men siz o'shaning uchun sizga tushuntirish harakat qilyapman. Indamay o'tiribman. Hozir men skori chaqirib anaqa qilaymi endi? Mayli, skori kelib so'zim chaqirib beraman sizga. Qarang, men aytmoqchi bo'lganim, o'sha sizda muammo bo'lgan paytda men bo'lmaganman. Bular bo'lmagan. Nima qilay endi? Bizga ruxsat bering. Biz bular o'zlari ustalar bilan keladi. Yo'q, ruxsat. Ochiradi, tuzatadi, xuddi shunaqa qilib beradi. O'g'lim keladi, o'g'lim o'zi gaplashadi, keyin anaqa qiladi. Qachon keladi o'g'lingiz? Bilmadim, men o'zim chaqiraman, keladi. Nomerlarni bering bizga, gaplashaylik. Yo'q, senlarga hech qanaqa nomer boshqa. Gaplashing, ko'ring qanaqa gaplash. Nima qilayotgan bo'ladi? Bo'ldi. Boravergin, o'choqda hal qillaring, o'zingni anaqangdan kesib, o'zi svarka qilib, o'zi yopadi. Mana bu yerda ham otib o'rganda o'sha anaqa ulagan joyi, anaqani o'sha kanalizatsiya oldi trubalar o'zi svarka qilib, o'shatlarni sekin-sekin yopib, otib o'rgan maskacha otgan o'shatdan. O'shani hammasini yopdi. O'shandan ichi turibdi 3 yildan beri. Hech narsa anaqasi yo'q. Boshqa qavatdagi bunaqa muammoni boshqa qavatdan qanaqa tuzatadi, tushunmaymiz-da o'shani. O'zini qavatini to'g'rilasin, bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q. Betonning ichida hech narsa anaqa qilmaydi. O'zida qavat tepadan oq tushyapti, do'da. Tepadan oq tushayotgan yo'q, bolam. Men juda ko'rdim o'shanda. Shunda o'sha anaqa chegarasida qanaqa betonni anaqasidagi truba oq tushadi. Bu betonni anaqasida o'sha ulagan joyinglar teshilgan. O'shani qattiqroq qimillat bor edi. Nimaga unaqa usta olib kelasan? Qattiqroq qimillatgan kishi bilmaydi-yu anaqasini. To'r usta olib kelib, to'r ishlatgan edi.
Bize jek ustasini olib keldi, boshqa odam olib kelmadi. Begona usta emasda, o'sha shotda ustasida, boshqa Endi ko'rinib turibdi-ku kimligi, bormi dokumenti, propiskasi bormi o'zi? Ko'rgin oldin. Qaragin bajarasini. Ya bu emas, bu emas. boshqa usta-yu, pastki. Malar bu, Malar bu. bu. Ha kim bo'lsa hammasi bir-biriga o'xshaydi, qayerdan topib kelyapsanlar? Boyagi jek ustasi dodi. Jekda imonni shotga biriktirilgan shu mahallani ustasi, begona yo'q bu yerda, begona odam kirib qildirmaydi. Endi ishini biladigan odam unaqa ish qilmasdi. Bir nechada rosa banglatishdi, indamadim. Rosa taqillatdim, ochishmadi. Qilishdi. Mana oxirigacha o'zi oz bilan yetyapman oldidaki, qattiq qimillatib yubordi dedi. Nega qimillatasan? Endi suvni to'xtatib qo'yamiz. Siz savabchi bo'lasiz. Anaqada bo'lmas. San hammasi shuncha yildan beri turgan narsani qimillatib, san teshkindi, endi men savabchi bo'ldim. Boraver. Toshkentda o'sha yerda qanaqa qimillatgan bo'lsa, o'shanaqa qilib qilgin dedim. O'shaning uchun men tinch qo'yinglar, men dorilarimni ichaman, namoz o'qiydigan paytam o'tib ketyapti, ana qimildi men bo'ldi. Men aka usta tepadan o'zlari Yetarli. bo'layotgandi. Ya u biladiganni olib